Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana 2025-yil 26-oktyabr sanasida Pink Lady Rozigilov olmalarimiz kundan kunga chiroyli bo'lib, mana rang olishni boshlagan. Mana hozirgi kunda shu holatda rang olib, mana keyingi oyda Xudo xolasa 10-15-larida terim jarayonlarini ham sizlarga qo'yib boramiz. Bu Pink Lady Rozigilov olmani xolodilnikka qo'yish shart emas, omborda ham uzoq vaqt saqlasalaring ham bo'ladi. Daraxti ustida ham -5 gradusgacha daraxtning ustidan shu holatda turadi. Kamerani yaqinroq olib kelib, mevani holatlarini bir qator ko'rsatib bering. Mana shu holatda mana rang olib pishib yetilyapti. Kalibrlarini ham ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli bo'lib, mana katta bo'lib, ranglari qizarib, mana kundan kunga rang olishi o'zgarib boryapti. Tog'li hududlarda ham, Surxondaryo, Qashqadaryo, boshqa viloyatlarda ham xuddi shu holatda rang oladi. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Shredder savxozida. Uylaringa eksalaring daraxti ustida ham -5 gradusgacha dekabr, yanvar oyida ham turadi. Agar -5 gradusdan o'tib -5, -9, -10 gradusgacha havo sovib ketadigan bo'lsa, bu Pink Lady Rozigilov olma unaqa sovuqlarga chidamaydi. Faqat -5 gradusgacha sovuqqa chidamli bo'ladi. Biz sinov tariqasida ham o'tgan yili videolarini qo'yganmiz. Bizga podpiska bo'lib obuna bo'linglar. Kundan kunga Xudo xolasa shu olmalarda yana ham rang olib, qay darajada qizarib pishib yetilayotganini sizlarga qo'yib boramiz. Kimga ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa, shu olmani ko'chatlardan ham ko'paytirganmiz. Bizda barcha turda mevali ko'chatlardan bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'chatlarni dastavka qilib yetkazib berish xizmatlari, ko'chatlarni ekib boqib berish xizmatlari bizda hammasi mavjud. Ko'chat ekib yangi bog' yaratganlardan keyin agrotexnikalarini qanaqangi kimyoviy dorilarni tepasiga sepish kerak, tagiga qanaqa mineral o'g'itlar solish kerak, barcha ma'lumotlarni sizlarga berib o'tamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, yangi bog' qilaman degan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.